Bu videomiz Tracker 2 minadigan shopir akalarga, xullas Tracker 2 ni full variantda hadoylarni yumshoq qilib berishga olib qolganmiz. Sizlarga men hadoy yumshoq qilishning ikki xil variantini ko'rsatmoqchiman. Agarda mashinalaringiz kilometri 20 ming kilometrga yetib bormagan bo'lsa, nimalar qilishimizni aytaman. Ungacha sizlar like bilan podpiskani bosib turinglar, ko'rsataman. Xullas chulogini yechamiz. O'zini tekstillik bo'lgan vtulkasini chiqarib tashlab, bunaqa ichi to'liq quymali rezinkali vtulkaga almashtiramiz. Sababi og'ir yamalarga tushganda o'zida kuchli udarda olib qolishligi uchun. Xo'p, prijinasini olib tashlaymiz, Cobalt prijina qo'yamiz. Oldiga richak vtulkalarni yechib, Cobalt richak vtulkalardan qoqib beramiz. Mana shu xizmatlarimiz mashinamizni kilometri 20 ming kilometrga yetib bormagan bo'lsa, qilib beramiz. Xizmat haqqi-yu zapchasti bo'lib turib 1 million 200 mingga aylanadi. Endi ikkinchi variantini ko'rsataman. Xuddi shu ishlarni qilamiz. Chulogini yechib, ichi to'liq quymalı rezinka qoqamiz. Prijinasini almashtiramiz Cobalt 2ga. Plus 4 ta amortizator qo'yib beramiz. Oldiga o'zimizda uslinni qilib, yumshoq qilib amortizatorlarni tayyorlab qo'yganmiz. Mana shularni qo'yib beramiz. Orqasiga bo'lsa Arlando'ning orqa amortizatorini GM original amortizatordan qo'yib beramiz. Bilasizlar, Arlando qanaqa yumshoq mashinaligini. Mashinalaring xudo xolisa yumshoq bo'lib, koptoy bo'lib qoladi. 4 ta amortizatorni qo'shib hisoblaydigan bo'lsak, summamiz 2 million 600 mingga aylanadi akalar. Hadoylaringni yumshoq qilmoqchi bo'lsalaring, olib kelinglar, chiroyli qilib, yumshoq qilib hadoylaringni qilib beramiz. Yoki bo'lmasa bu videoni Tracker minadigan tanishlarga jo'natib qo'ysalaring, ancha manfaatli bo'ladi akalar.